بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. O'tgan darsda sunnat bahsi oxirigacha oldik. Bugungi dars inshaalloh ijmodan bo'ladi. 3-bahs. Kitob bahsi, sunnat bahsi tugadi. 3-bahs ijmo, keyin qiyos qoladi. O'tgan darsda ustibor tug'ilib qoluvdi. Shunga tanbeh berib o'tib ketamiz. 175-betda. وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى. مثاله ما روى أبو هريرة الوضوء مما مسته النار. تفضيلا 175. منع. Yani bir yerdeki bahs sahabi faqih bo'lmaydigan bo'lsa, bu rivoyat qilgan hadisi qiyosga muxolif bo'ladigan bo'lsa, qiyosga teskari bo'ladigan bo'lsa, qiyos muqaddam qilinadi xabarda degan bahsida unga e'tirozlar bildirildi o'tgan darsda. Eshitib qo'ysanglar inshaalloh, eshitmaganlar bo'lsa. Shu yerda bizga ishtibah tug'ilib qolsa, al-vudu mimma massatun-nar degan misolni keltirdi. Yani mimma massatun-nar bu yerda suv deb o'yladik, suv emas ekan. Hadislarda o'sha ovqat haqida kelgan. O't degan, o'tda pishgan ovqat. Ovqatdan tahorat olish masalasi. Shunaqa hadisni rivoyat qilgan. Ovqat ekan. Ha? Ovqat. O'tda pishgan ovqat, oddiy ovqat. Shu narsani rivoyat qilganda Abu Hurayra roziyallohu anhu, Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanki, suvda tahorat olishga nima deysan? Tahorat olaverasanmi deb aytganda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Suvni inkor qilmaydi hech kim. Suvda tahorat olish mumkinligini. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu sukut qilgan. Uni shorih aytayaptiki, bu yerda Ibn Abbos roziyallohu anhu Abu Hurayraning so'zini, ya'ni rivoyatini vohid xabarda qiyos bilan rad etdi. Ya'ni qiyos bilan rad etdi deyapti, chunki xabar bo'lganda rivoyat qilgan bo'lardi. Biz shuni o'tgan darsda ishtiboh bo'lib qoluvdi. Demak, shu ovqat masalasi, o't degan ovqat, bu rivoyatlar mansux bo'lgan. Oldin jahiliyat oldin shunday nima bo'lgan? Ya'ni o't degan nimada ovqat yesa undan tahorat olish degan qandaydir xabar bo'lgan. Bu endi oxir xabar bo'lganligi uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu buni nima qildi? Qiyos bilan rad etdi. Keyin o'tgan darsda aytganmiz, Abu Hurayra radhiyallohu anhu uni faqih bo'lmagan sahobalardan sanadi muallim. To'g'risi u kishi faqih bo'lgan, chunki fatvo bergan. Yani mujtahid sahobalardan. Keyin nimani rivoyat qiluvchilarni ikki qismga bo'lishlik bahsi. Ya'ni mujtahid sahoba rivoyat qilgan bo'lsa, qiyosdan oldin qo'yiladi uning xabari. Xabarul vahid haqida ketyapti-da gap. Mujtahid bo'lmagan bo'lsa, mujtahid bo'lmagan sahoba bo'ladigan bo'lsa, qiyos muqaddam qilinadi degan taqsimga bo'ldi-da. Hozirgi oxirgi misol ham shundan. Ibn Abbos roziyallohu anhu qiyos bilan qaytaryapti degan. Lekin ana shu taqsimni biz o'tgan darsda aytdik, bu noto'g'ri taqsim. Mutlaq adolatli sahoba bo'ladigan bo'lsa, bobit sahoba bo'ladigan bo'lsa, uni nimasi, xabari doim qiyosdan muqaddam qilinadi deb aytdik. Yo'q, bu yerda mana shu mutaaxir, ba'zi mutaaxirlarning ra'yini keltirdi kitobda. Ya'ni rivoyat qiluvchi sahobalarni ikki taqsimga bo'lish masalasi. Lekin Hanafiylardagi aksar ulamolarning mazhabi, ya'ni ajratish yo'q, ajratishmaydi. Sahobiy mujtahid bo'lsa ham, rivoyat qilayotgan sahobiy mujtahid bo'lmasa ham xabarul vahid bu yerda muqaddam qilinaveradi qiyosga. Mana shu
nima Hanafiylardagi rojih masala. Ovqatda tahorat qilsa bo'lmaydigan ishlarni tahorat qilmaydi. Tarkul vudu yani. Tark etiladi. Ya'ni tahorat olinmaydi. O't degan ovqat yesa, tahorat olmaydi, tahorat ketmaydi. Keyin shu bahsning boshida fi sunnati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va hiya aktharu min adadi ar-ramli wal hasad deb keldi. Ya'ni qum va mayda toshlarni sanoqdan ham ko'p degan iborani ishlatdi. Bu yerda bu hadisning ko'pligini mubolag'a qilish yo'li bilan aytishlik. Ya'ni shunchaki ko'p deb qo'ygan boshqa, shunchaki ko'p deb qo'ysangiz tushunmay qolish mumkin. Chunki hadislar juda ko'p-da. Shuni juda ham ko'pligini ta'kidlashlik uchun nima dedi? Qumni sonidan ham, mayda toshlar sonidan ham ko'p deb bunday bir mubolag'ali gap ishlatdi. Aslida bir hovuch qumni o'zida nechta dona bo'ladi? Juda ko'p u. Hadislar uncha emas-da. Bu yerdan maqsad ana shu hadislarda juda ham ko'pligiga mubolag'a bilan ishora qilish. Keyin ijmo. Al-bahs al-thalith fil ijmo. Uchinchi bahs ijmo haqida. Fasl. Xo'p, ijmo lug'atda ittifoq degani. Al-azm ma'nosi bor. Tasmim degan ma'nosi bor. Ya'ni azm qilish ma'nosida hammasi. Keyingi ma'nosi ittifoq ma'nosi ham bor. إجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمة. رسول صلى الله عليه وسلم وفات etganlardan keyin dindagi far'iy masalalarda bu ummatni ijmo'i shar'iy jihatdan amal qilishlikni vojib qiluvchidir. Bu ummatga bu ummatni ikrom qilinganligidan. Zalim mana shu ta'rif desak ham bo'ladi. Mujtahid ulamolarni ta'rifda keladi, ya'ni solih bo'lgan mujtahidlarni ijmo. Avomga kirgizilmaydi. Illa ba'zi ta'riflarda, masalan G'azoli rahimahulloh avomda din bilan dinda zaruratan bilingan narsalarda ijmo kiradi deb aytadi. Ya'ni dinda zaruratan bilingan narsa nima? Ya'ni o'y fikr, ta'ammulsiz oddiy odamlar ham bilib oladigan masalalar, tahorat, namoz, zakot, hajga o'xshagan masalalarda ummatning ijmosi ham qo'shiladi deb aytadi, lekin rojih qavli o'sha faqat mujtahidlarda aytishadi. Solih bo'lgan mujtahid ulamolarda ijmo qasd qilinadi deyshadi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom vafot etgandan keyin bo'lishi kerak. To'g'rimi? Payg'ambar alayhissalom vafot etmagan hayotlik vaqtida ijmo yo'q. Vahiy kelib turgan vaqtda. Fi furu'id din deyapti. Ya'ni dindagi far'iy masalalar, ahkomlar. Hujjatun mujibatun lil amali biha shar'an karamatan li hadi. Thumma al-ijma'u ala arba'ati aqsam. Keyin ijmo 4 qism bo'ladi. Birinchisi sahobalarni radhiyallohu anhum bir ishni hukmiga ittifoq qilishlari. Hodisa yangi paydo bo'lgan ish. Ya'ni nas yo'q unda. Ijma' as-sahabati radhiyallohu anhu ala hukm al-hadisati nassan. Nassan degan ochiq aytish yo'li bilan. Ya'ni hamma sahobalar bir ovozdan bir masalaning hukmiga nima qilishadi? Ittifoq qilishadi. Hammasi til bilan aytadi yoki fe'l bilan qilishadi. Ochiq bo'lish kerak. Summa ijma'uhum bi nassil ba'd va sukutil baqin 'anil rad. Keyin ikkinchisi ba'zilarini ochiq aytishlik bilan qolganlarini uni rad etishlikdan sukut saqlashlik bilan bo'lgan nimasi? Ijmo'. Ba'zi sahobalar bir hukmni aytishdi, mana shu hukm shunday deb. Keyin boshqa sahobalar unga nima qilmadi? Rad qilmadi. Sukut saqlashdi. Mana shu narsa uni u hukmga roziligini bildiradi ular. Agar u hukm nohaq bo'ladigan bo'lsa, ularning nazdida haq bo'lmaydigan bo'lsa, haqqa sahobalar nima qilmaydi? Sukut saqlashmaydi nohaq narsaga. Demak, u haq ekan deymiz. Bunga al-ijmo' as-sukuti deyiladi.
ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف. keyin ulardan keyingilarni salaflarda qavli bo'lmagan narsada bo'lgan ijmoa. Ulardan keyingilarni, sahobalardan keyingilarni shu sahobalarning so'zi bo'lmagan narsada bir ijmo qilishlari. ثم الإجماع على أحد أقوال السلف. keyin salaflardan salaflarda qavllaridan, ya'ni so'zlaridan, ra'ylaridan bittasiga ijmo qilish. Ya'ni o'tgan salaflar bir masalada ikki xil ra'y bo'lsa, ana shuni bittasiga nima qilishlik? Ijmo qilishlik. Amma al-awwal fa huwa bi manzilati ayatin min kitabillahi ta'ala. Birinchisiga kelsak, u Alloh taoloning kitobidan bo'lgan bir oyat manzilatidadir. Sahobalar ijmo, ya'ni manzilatida deyapti, ya'ni darajasi past bo'ladi albatta. Ya'ni shunga o'xshaydi deyapti. Kitob nima edi? Qat'iy. Bu ijmo ham qat'iy bo'ladi. Bu ijmoni rad etgan odam nima bo'ladi? Kofir bo'ladi. Sahobalar ijmoni rad etgan odam kofir bo'ladi. Xuddi oyatni nima qilgandek, oyatni ham rad etganda kofir bo'lganidek. ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين. keyin ba'zilarni ochiq aytishligi va qolganlarni sukut saqlashligi bilan bo'lgan ijmo u mutawatir manzilatida bo'ladi. Mutawatirning hukmi nima edi? Kofir. Hozir bu qaysilar ko'p ketyapti? Birinchisi nimalar? Sahobalarga ashaqqa qatnayapti hozir. Shunga qaytadi. Hozir necha qismga bo'ldik? 4 qismga bo'ldik. Shuni birinchisini aytdi. Birinchi qismi bimanzilati ayatin min kitabillah dedi. Ikkinchi qismi mutawatirga o'xshaydi. O'tgan darsda bo'lmadinglar-da, mutawatir o'tdi-da nariyada. Mana shu mutawatirga o'xshaydi. Mutawatir hadisga o'xshaydi. ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار. keyin ulardan keyingilar ijmo xabarlarda mashhur bo'lgani manzilatidadir. Va hadis istilohlarda keltirib qiyos qilyapti. Hanafilardagi mashhur o'ziga xos nimasi bor, ma'nosi bor-da. Ya'ni birinchi asrda bitta odam rivoyat qiladi-da uni, keyingi asrda mashhur bo'lib ketadi. Tobiinlar, undan keyingi va ummat uni qabul bilan qarshi olgan bo'ladi. U mashhur, mutawatirga o'xshaydi. Hatto u unaqa ma'nodagi mashhur bilan kitobda ham xoslash mumkin. Lekin xabar ahad bilan nima qila olmaysiz? Xoslay olmaysiz. ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد. keyin mutaahhirlarda, keyingi kelganlarda salaflarning so'zlaridan bittasiga ijmo qilishlari xabarlardan, ya'ni oxir xabarlardan sahih bo'lganini manzilatidadir. Sahih. Buxoriyda kelgan hadislar nima? Oxir xabarlar. Aksari. Ana shu hadisning manzilatida bo'ladi. Shunaqa sahih bo'lgan hadisning manzilatida bo'ladi. والمعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد. أنا كذا. bu bobdagi e'tiborga olingan narsa kimlar ular? Ya'ni ra'y, fikri bo'lgan, ijtihod ahli bo'lgan insonlar ijmo e'tiborga olinadi. Oddiy odamlar ijtihod qilib gapiryapti. Ahli ro'y bilan ahli ijtihod. Ya'ni atf tafsirda ahli ro'yni o'zini aytsa ham kifoya. Ahli ro'y va ijtihod bir-birini quvvatlab kelyapti, ikkalasidan. فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه. demak avomlar, mutakallimlar, mutakallim demasa aqoid ilmini biladigan kishilar va usul fiqhda basirati bo'lmagan muhaddis ham. Ba'zi muhaddislar har xil bo'ladi. Faqih bo'lgan muhaddis bor, oddiy muhaddis bor. Oddiy muhaddisning vazifasi nima? Xabarni sahih bilan zaifini ajratish, keyin hadisni yodlash. Shunga vaqt ketadi-da, ular fiqhni, hadisdan fiqhni olishlikka vaqti bo'lmaydi yoki ko'proq vaqtini narigi ishlarga sarflab nima qiladi? Faqih sifati bo'lmaydi ishlarda. Lekin ba'zi muhaddislar bor, ham faqih ham muhaddis. Ahmad ibn Hanbalga o'xshagan, Imom Shofiyga o'xshagan va boshqa. Ya'ni ana shu fiqh bilan
yoki fiqhda basirati bo'lmagan muhaddisni ijmo ham nima qilinmaydi deyapti, hadislarni e'tiborga olinmaydi. Shuning uchun ikkalasini jamlash kerak. Fiqhni ham hadisni ham birga qilish kerak. Faqat hadis deb hadis bilan cheklanib olish ham nima emas, bu ham to'g'ri emas. Chunki hadisni o'rgangandan keyin uni ma'nosini tushunish kerak, amal qilish uchun to'liq tushunish kerak. Ahkomlar, fiqhlarini chiqarish kerak. Thumma ba'da zalika al-ijma'u ala naw'ayn. Endi bundan keyin ijmo ikki qismdir deyapti. Murakkab va g'ayri murakkab. Murakkab va g'ayri murakkab. Al-murakkabu majtama'a alayhi al-ara'u fi hukm al-hadithati ma'a wujud al-ikhtilaf fi al-'illa. Murakkab bo'lgani qanaqa? Bir hodisaning hukmida ra'ylarning jamlanishligi va ikkinchi narsa illatdagi ixtilofni bor bo'lishligi bilan birga. Illatdagi ixtilof bor. Masalan, al-ijma' ala wujud al-intiqad 'inda al-qay'i wa mass al-mar'a. Qusgan va ayol kishiga qo'li teggan vaqtda tahoratni ketishligini bor bo'lishligiga ijmo'. Masalan, bir kishi qusdi, keyin nima qildi? Ayol kishiga qo'li ham tegdi. Mas. Imom Shofiyda ajnabiy ayolga qo'l tegsa tahorat ketadimi? Ketadi. Bizning mazhabda nima? Qussa tahorat ketadi. Qussa deymiz, qaytsa. Lekin qo'l tegsa nima qilmaydi? Ketmaydi bizda. Hozir bir kishi shu ikkala ishni qildi. Bu tahorat ketganiga Hanafiylar bilan Shofiylar o'rtasida ijmo' bormi? Ijmo' bor. Lekin illati nima? Tahorat ketish illati nima? Ijmo' bor, lekin illat ikki xil. Bizda qusgani uchun Imom Shofiylarda, Imom Shofiy nazdida nima? Qo'li tegani uchun. Ya'ni murakkab ijmo'. Ijmo' qilib turishdi. Ikkita narsadan. Ikki ishni bitta odam qildi, ham qayt qildi, ham qusgan odam masalasi. Qo'li tegdi-da, keyin ko'ynagini qusib yubordi u yoqqa borib. Ikkita ishda ijmo' bo'lganligi uchun murakkab bo'ldi. Ana shu kishi haqida ijmo' paydo bo'ldi hozir. Ijmo' nima? Tahoratini ketganligi. Abu Hanifiylar ham, Shofiylar ham tahorat ketdi deb aytadi bu yerda. Shofiylarda qayt qilsa ketmaydimi? Qayt qilsa ketmaydi. Demak, illat nima bo'lyapti? Tahorat ketish illati ikki xil bo'lyapti. Bizda qayt qilganligi sababli, ularda qo'li tegganligi uchun. Bunga nima deylar ekan? Al-ijma' al-murakkab. Bizda qayt qilganligi uchun, unda esa ana shu qayt qilganligi uchun u kishining nazdida qo'li tegganlikka binoandir. Amma indana deyapti, ana shu iborani emas. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين. Endi ana shu murakkab bo'lgan ijmoning hukmi bu yoq. Hukmi nima bunaqa ijmoni? Keyin bu navdagi ijmo ikki olingan o'rinda fasodni zohir bo'lishligidan keyin hujjat bo'lib qolmaydi. Ijtihod qilindi-da bu yerda. İstihad emas, icma qilindi, icma. بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض. يعني ikki o'rindan ikkita hukm olindi-da, masalan, tahorat ketishligini bizni mazhabdagilar nima qilishdi? Qusganligi sababli deyishdi. Tahorat ketish o'rni qayer? Maqsadi qayer? Qusganligi. Imom Shofiyda qo'lini tegganligi. Ana shu ikki olingan, hukm chiqarilgan ikki olingan o'rinda fasodni zohir bo'lishligi bilan hujjat bo'lib qolmaydi. Masalan, qayt qilishdi tahoratni buzuvchi ekanligi, buzmovchi ekanligi sabit bo'ladigan bo'lsa farazan. Abu Hanifa endi buni nima demaydi? Tahoratni buzadi deb aytmaydi. Shuningdek Imom Shofiy ham qo'l tegishligi tahoratni buzmovchi ekanligi sabit bo'lsa farazan.
nima qiladi? Shofiy ham nima qilmaydi? Tahoratni buzadi deb aytmaydi. Nima uchun? Li fasadil illati allati buniya alayha al-hukm. Hukm qurilgan illatni buzilganligi uchun. Ta'lim hukmi shu. Ya'ni bu yerda bu murakkab bo'lgan ijmoning hukmi nima bo'lyapti? Agar ana shu qurgan illati noto'g'riligi zohir bo'lib qolsa, ana shu illatga qurilmaydi endi, bo'ldi, tahorat ketmaydi deb aytiladi. Nima Imom Shofiy ham masalan illatini nimasi aytgan illati yoki mana shu qo'lni tegishligi tahoratni ketmasligi sobit bo'ladigan bo'lsa, o'z dalillari bilan-da endi. Imom Shofiy ham aytmaydi. Tahorat buzadi. Hukmi shu bunaqa ijmodir. Bunaqa ijmodir hukmi shu. Wal fasad mutawahhamun fi at-tarafayn. لجواز أن يكون أبو حنيفة رحمه الله مصيبا في مسألة المس مخطئا في مسألة القيء، والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المس. شو بوزلش ليك؟ ikki tarafda ham mutavahham, ya'ni o'ylaniladi. Qurilgan illatning noto'g'riligi ikki jihatda ham, Abu Hanifa aytgan illatda ham, Imom Shofiy aytgan illatda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni noto'g'ri ikkalasi ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkalasidan bittasi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Nima uchun? Abu Hanifa rahimahulloh mas'alasida xato qilib yoki to'g'ri masalasida to'g'ri qilib, to'g'ri ra'y qilgan bo'lib, qay masalasida nima qilgan bo'lishi mumkin? Xato qilgan bo'lishi mumkin-da. Teskasi. Musiban fi mas'alati al-masi mukhti'an fi mas'alati al-qay'i. Shofiy rahimahulloh ham qoy masalasida to'g'ri qilgan bo'lishi mumkin. Nima? Mas masalasida xato qilgan bo'lishi ham mumkin. Fala yu'addi hada ila bina'i wujud al-ijma' 'ala al-batil. Bu narsa endi botilga ijmo' qilishlikni bor bo'lishligiga nima qilmaydi? Ya ijmo'ni ila bina'i wujud al-ijma' da'vat qilmaydi deyapti. Ya botilga ijmo' qilishni bo'lishiga olib bormaydi deyapti-da. Vahm borligi uchun deyapti-da endi buni. Endi ijmo botil bo'lib qoladi mana shu bilan demoqchi. Botil bo'lib qolmaydi deyapti. Nima uchun? Chunki bu ehtimol va vahm, haqiqiy narsa. Ehtimolda xato bo'lishi ham mumkin degan narsa-da bu. Ya'ni haqiqiy narsa esa ikkalasini bir shar'iy hukmga ittifoq qilishlaridir. To'g'rimi? Va huwa vujud at-tafsir. بخلاف ما تقدم من الإجماع، فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بني هو عليه. عند oldingi o'tgan ijmoda muqaddam bo'lgan ijmoning xilofi bilan. Alayhissalom. Oldingi o'tgan ijmo qaysi edi? Illatda ixtilof qilmasdan nima qilish? G'ayr murakkabda. Murakkab bo'lmagan. Hali kelmadi o'zi, lekin boshida ta'rifda ishora qilganligi uchun shunga aytayapti. Ixtilof ma taqaddamadi. G'ayr murakkabda aytmadi. Ikki qismga bo'ldi-yu, murakkabdan gap yuritib ketdi. Ta'rifda qisman g'ayr murakkabni o'z ichiga oluvdi. Ya'ni ana shu ijmo nima? Ana shu o'tgan ijmoning xilofi bilan. Xulosa shuki, bu ijmoni noto'g'riligi zohir bo'lishligi bilan ya'ni qurilgan narsadagi qurilgan narsa unga qurilganligida noto'g'riligi zohir bo'lishligi bilan bu ijmo ko'tarishligi joiz. Bu ijmo nimaga qurildi? Ana shu qurilgan narsasi noto'g'riligi zohir bo'lsa, bu ijmoning ko'tarilib ketishligi ham nima? Joiz bo'laveradi. G'ayr murakkab bo'lgan ijmoning hukmida bu, lekin murakkab bo'lmagan basit bo'lgan ijmoning hukmi bunaqa emas. Bu qat'iyda u. Qat'iyligi bunaqa emas hukmi. Ya'ni
bu aniq to'g'ri bo'ladi. Endi shu nimaga tafriq qilib masalalar chiqaryapti. ولهذا إذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل قضاؤه وإن لم يظهر ذلك في حق المدعي. shuning uchun ham nima uchun illati botil bo'lganligi sababli hukmni botil bo'lishligi uchun. Lihazadan maqsad shu. Agar bir qozi bir masalada hukm chiqaradigan bo'lsa, keyin guvohlarni qulligi yoki yolg'onligi zohir bo'lib qolsa, yolg'onligi qaytishligi bilan, ya'ni qilgan guvohligidan qaytishligi bilan yolg'onligi zohir bo'lib qolsa, batala qadouhu deyapti. U qozini qilgan hukmi nima bo'ladi? Bekor bo'ladi. Nima uchun? Ki illat, bu qilgan hukm bir illatga quriluvdi-da. Illat nima edi? Guvohlar edi. Guvohlar noto'g'ri bo'lib chiquvdi. Nima bo'ldi? Hukm ham noto'g'ri bo'ladi. Va illam yazhar zalika fi haqqil mudda'i. Bu narsa endi da'vo qilgan kishini haqqida zohir bo'lmasa ham. Masalan, da'vo qilib keldi bir kishi, falonchi menga 1000 berish kerak edi dedi. Ikkita guvoh keldi. Ikkita guvoh nima edi? U qanaqa guvohlar edi? Qul edi. Qulni guvohligi o'tmaydi. Ikkita qul edi yoki yolg'on guvoh beruvchilar edi. Qozi nima qildi? Mudda'a alayh. Ya'ni javobgarga nima qildi? Hukm qildi. Ya'ni 1000 ni zimmasiga qo'ydi. Chiqib ketishdi-da, qarasa guvohlarni qulligi zohir bo'lib qoldi qoziga. Yoki guvohlar qaytib keldi-da, biz yolg'on guvohlik beruvdik, tavba qilamiz deb kelishdi. Bu yerda nima qiladi endi? Agar javobgar 1000 ni bergan bo'lsa, muddaiga qozini zimmasiga yuklashi bilan 1000 ni berib qo'ygan bo'lsa, bu endi nima qiladi? 1000 ni olib ketaveradi. Guvohlar javobgarga ana shu 1000 ni to'laydi. Yolg'on guvohlik bergan. Ya'ni muddaiyning haqqida zohir bo'lmaydi bu narsa. Ya'ni botil bo'lishligi, qilgan hukmini botil bo'lishligi muddaiyning haqqida zohir bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki qazo bu shar'iy hujjat. Guvohlar keldimi, guvohlik berishdimi, hukm chiqdimi, bo'ldi, endi qaytarilmaydi. Muddai da'vogar olib ketaveradi. Yolg'on bo'lsa olib ketaveradi, Allohning oldida o'zi javob beradi ekan. Lekin bu yerda haligilar yolg'on guvohlik berganligi uchun nima qiladi? Qozi ularni zimmasiga yuklaydi. Jazosi shunday qiladi. Endi agar haligi javobgar pulni bermagan bo'lsa, hali bermadi. Zimmasiga yuklab qo'ydi, lekin bermadi. Bu yerda endi nimaga? Guvohlarga ta'zir beriladi. Ta'zir haddan nimasi pastroq bo'ladi, yuraq bo'ladi. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Bu yerdagi shohid nima? Illat buzilganligi uchun hukm ham buzildi. Guvohlik illatida hukm uchun bu illat buziluvdi, hukm ham buzildi. Endi u javobgar masalan pulni hali bermagan bo'lsa, o'z zimmasiga yuklanmaydi. Hukm bekor bo'ladi. وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع العلة. mana shu ma'no e'tibori bilan qalblari moyil qilingan kishilar 8 ta sinfdan tushirib yuborildi. Ya'ni zakot bobida qalblari moyil qilingan kishilarga ham nima qilingan? Zakotdan berilgan, garchi ular kambag'al bo'lmasa ham. 8 ta sinfda zakot beriladigan kishilarga إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. Demek qalblari moyil qilingan nimalar nima qilindi? Tushirib yuborildi. Payg'ambar alayhissalom ularga islomga qiziqtirish uchun, qalblarini moyil qilish uchun nima qiluvdi? Berib turardi. Ularning qalblari moyil bo'lib islomga kelsa, islom ular sababli, ularga ergashgan odamlar sababli islom kuchli bo'lishi kerak. Kuchli bo'lardi, aziz bo'lardi. Shuning uchun berildi. Endi
islom endi payg'ambar alayhissalom dan keyin aziz bo'lgandan keyin endi bu nima masala illat ko'tarildi. Ya'ni illat ko'tarilganligi uchun bu ham nima qilindi, tushirildi. Chunki Abu Bakr roziyallohu anhu vaqtida berilmagan qalblari moyil qilingan kishilarga. Wasaqata sahmu zawil qurba linqita' illatihi. Yani qarindoshlarni ham ulushi soqit bo'ldi. Illatini uzilganligi uchun. Ana shu vaqtda jihoddan qaytilganda 5 dan biri nima bo'lardi? 3 qismga bo'linardi. Yetimlar, miskinlar va ibn sabil, ya'ni yo'lovchilarga bo'linardi. Endi ana shu payg'ambar alayhisolamning qarindoshlari ham kambag'allarga nima qilardi? Kirardi. Yoki kiradi, keyingi masala kiradi va boylarga berilmaydi. U vaqtda boylarga ham berilgan. Payg'ambar alayhisolam vaqtida. Boylarga berishlik sababi qarindoshligi nusrat, johiliyatda ham islomda ham nusrat qilganligi uchun, payg'ambar alayhisolamga yordam berishganligi uchun nima qilishgan? 5 dan 1 olishgan qarindoslar. Banu Hoshim bilan yana bittasi. Hammasi emas, hamma qabila, hamma qarindoshlar emas. Banu Hoshim bilan Banu Muttolibmidi? Biz ikkita nimalardi? Bu ham sababi nima bo'lgan? Berishligi sababi chunki payg'ambar alayhisalomga johiliyatda ham nusrat qilishgan, yordam berishgan, nimada ham payg'ambarlik vaqtida ham yordam berishgan. Hatto haligi qamalga olaman shunday ana shu vaqtda ham nima qilishgan? Yordam berishganda, o'zlari musulmon bo'lmasa, keyin musulmon bo'lgan. Birga turib. Demak, ana shu nusrat illati bilan nima qilinadi? 5 dan biri, o'ljani 5 dan biri ularga ham beriladi. Faqir bo'lsa ham, boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, boy bo'lsa ham. Keyin u narsa, u illat yo'q bo'ldi. Islom aziz bo'ldi. Hech kim nusratiga nima bo'lmadi? Muhtoj bo'linmay qoldi. Demak, bu yerda faqat kim nima qilinadi? Kambag'allarga beriladi. Boylari chiqaradi. Zavil qurba deganda asl Zavil qurba deganda kambag'allar. Oddiy boshqa hamma kambag'allarga beriladi, to'g'rimi? O'ljani 5 dan 1. Shunga minbabin avla payg'ambar alayhisolamning oilalarida, avlodlaridan bo'lgan kambag'allar kiradi. Minbabin avlo kiradi. Lekin boylar kirmay qoladi. Shu vaqtda kirgan edi boylar. Sababi bilan, o'z illati bilan kirgan. Endi boylari nima bo'ldi? Chiqdi u sababdan. Deyshadi. وعلى هذا إذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل لانقطاع علتها. Shunga ko'ra najas bo'lgan kiyimni yuvadigan bo'lsa nima bilan? Sirka bilan. Va najosat ketsa, hissiy najosat ketdi, yo'qolib ketdi. Uni joyini, ana shu najosat tekkan joyini pokligiga hukm qilinadi. Illatini yo'q bo'lganligi uchun. To'g'rimi? Najosat teguvdi, masalan, ba'zi tegib qoluvdi. Najosat ketdi. Suv yo'q ekan. Sirkani oqizib yubordingiz, nima bo'ldi? Ketdi. Yo masalan, asari bor bo'lgan bir nima bo'lsa, najosat bo'lsa. Nima qildingiz? Sirkani tegdingiz, ketdi, asari qolmadi, oppoq bo'lib qoldi. Demak, ana shu nima bilan, sirka bilan o'rinni nimasi pok, najosati yoki o'rin poklanadi, ana shu joy poklanadi. Illati yo'q bo'lgan. Illat nima edi? Najosatni aynini turishligi edi. Ammo illat sirka bilan ketib qoldi, demak joy poklanibdi.
وبهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبث. Shu bilan hadath bilan xabasning o'rtasidagi farq sobit bo'ladi. Hadath bu hissiy najosat. To'g'rimi? Xabath yo hadath ma'naviy najosat. Xabath nima? Hissiy najosat. Ko'zga ko'rinadigan najosatda. Siz junub bo'lib qolsangiz, sizdagi hadath ma'naviy nopoklikda. Ya'ni ayni yo'q u sizda, to'g'rimi? Ayni nopoklik emas. Demak, hadasda hol bilan nima qila olmaysiz? Hadasda nopoklikni ketkiza olmaysiz. Lekin xabasni ma'naviy ketkiza olmaysiz. U ma'naviyda. Chunki u ma'naviy bo'lganligi uchun tavqifiy narsa bilan ketish kerak. Alloh taolo ko'rsatib qo'ygan, shariat ko'rsatib qo'ygan yo'l bilan ketkiziladi unaqa nopoklik. Lekin hissiy bo'lgan, ko'zga ko'rinadigan najosat bo'lsa, u qaysiki narsa ketkizadigan bo'lsa ketaveradi unda. Hop, yer sirka ana shu joyni najosatini ketkizib yuboradi. To'g'rimi? Suvdan qattiq ketkizsa kerak menimcha, sirka uksuslar. Illati fa amma al-khallu la yufidu taharat al-mahalli. Lekin sirka ana shu joyni yoki mahal degani umumiy ketyapti endi bu yerda. Kiyim bo'lishi mumkin, jasaddagi nima bo'lishi mumkin yoki odamning o'zidagi hadas bo'lishi mumkin. Lekin sirka ana shu nopoklikni, ma'naviy nopoklikni joyini deb aytiladi endi, joyini poklamaydi. Pokligini ifoda qilmaydi. To'g'rimi? Sirka bilan tahorat olsangiz bo'ladimi tahorat? O'tadimi tahorat? Bo'lmaydi. Chunki u sirka, nima emas, suv emas. Al-ma'ul mutlaqqa kirmaydi. وإن القرن يزيل النجاسة عن المحل كالنجاسة يزيل مسمى. يزيل to'g'rilab qo'yinglar. Lom qilib qo'yasizlar. Dol emas. Lom. فأما الخل لا يفيد طهارة المحل عن الحدث degan qo'shib qo'yinglar. Sizda bormi عن الحدث degan joyi? Qayerda? Ikkinchi nima? فأما الخل ashi o'zi yo'q ekan, bu muhaqqaq nusxada ham yo'q ekan. عن الحدث deb qo'yasizlar-da, bundan maqsad hadath, xabas emas. Xabasni ketkizaveradi. Xabasni ketkizaveradi, hissiy najosatni ketkizaveradi, poklaveradi. Lekin ma'naviy, ya'ni nopoklikni nima qilmaydi, ketkizmaydi. Ya'ni sirka bilan tahorat olsangiz yoki g'usl qilsangiz, siz nima qila olmaysiz, haqqingiz yo'q namoz o'qishga. Chunki nopokligingiz ketmadi. Va inma yufiduha al-mutahhir va huwa al-ma'u. Balki poklovchi narsa ifoda qiladi u narsani, ya'ni pok bo'lishlikni. Bu esa suvda, mutlaq suv. İcma al-murakkab shu yergacha-da, ijma al-murakkab, al-ijma al-murakkab shu yergacha. Endi al-ijma g'ayr-murakkabga ham shuncha berib o'tib ketaylik. Bir hodisani hukmiga illatida ixtilof bo'lmasdan ra'ylarni jamlanishligi. Narada illatda ixtilof bor edi. Endi illatda ixtilof yo'q. Bunga ijma' basit deyiladi. Misoli mana Hanafiylarda kichkina qizni nikohga nima qilib qo'yishligi, ya'ni uylab qo'yishligi, kichkina qizni nikohiga majburlashligi. Majburlash deganda haligi majburlash emas. Ya'ni berdim deb aytadigan bo'lsa, nima qiladi? O'taveradi ana shu. To taloq qilmaguncha ajratish mumkin emas. Yosh qizlarni, kichkina qizlar. Valisi chunki unga mehribon bo'ladi-da, otasi masalan. Katta o'yin e'tiroz bo'lsa bo'ladi. E'tiroz o'tmay qoladi-da shuni. Lekin balog'atli bo'lsa e'tiroz o'tadi.
balog'at yoshida bo'lsa. Yo'q, men balog'at yetib qolsa-chi? Ha? Yetgandan keyin e'tiroz haqli bo'lib qoladimi? Haqli bo'lmaydi-da. Haqli bo'lmaydi. Shuni aytyapti. Jabrdan maqsad shu. Majburlash degandan maqsad shu. Masalan, balog'atga yetgandan keyin xohlamaydigan bo'lsa, qiz aytadi-da xohlamasligini. Uylanayotgan odam xohlamagan odam bilan yashamaydi-yu. To'g'rimi? Aytadi. O'ziga aytadi. Ha? Ha. Otam shu ishni qilib qo'ygan ekan, men yoshligimda bilmay, deb aytadi-da, tushuntiradi. Illati nima? Sig'or, yoshligi. Aqli barkamol emasligi. Lekin balog'at yoshida bo'lsa, nima bo'ladi? Aqli komil bo'ladi, aqli raso bo'ladi. E'tiroz bildiradi, xohlamayman deyishim boshqa. Lekin bu masalani ham bir ko'rib qo'yish kerak. Balog'atga yetgandan keyin haqlimi, haqli emasmi degan masala. Lekin shu yoshligida nima qiladi? Hech narsa deya olmaydi, chunki u aqli hali kamol yoshiga yetmadi. O'zi mustaqil fikr bildira olmaydi hali. Lekin aqli to'liq bo'lgandan keyin, balog'at yoshiga yetgandan keyin masalasini yana ko'rib qo'yish kerak. Hanafiyda ashab aytganingizga men hayron bo'lyapman. Boshqa da Hanafiyda hatto mulkiyatiga qiyos qilib turib o'zini o'zi berib olsa ham bo'laveradi deb qiyos qilib ko'radi. Ashi gapga teskariroq o'xshab qo'yadi. Jabrus sag'ira deyapti, balki ixtiyoriy ham bo'lishi mumkin. Ya'ni men bilmayapman hozir aniq qanaqa ekan. Balog'atga yetganda yana o'zini ana shu fikri mustaqilligi qaytadimi, qaytmaydi. Keyin fasl deb yozinglar she'rga nimadan oldin? Summa ba'da zalika. Fasl bundan oldin turibdi. Fasl deb o'zi ba'da zalika. Ha, bo'ldi. Men o'chirib pastroq yozib qo'ygan ekanman. Hop, fasl. Summa ba'da zalika naw'un min al-ijma'i wa huwa 'adam al-qa'il bil fasl. Undan keyin ijmoning bir turi borki, u unga adamul qa'il bil fasl deyiladi. Ya'ni farqi bor deb aytmaslik degan ijmo. Ya'ni bu ajoyib bir ijmo deb qo'shadi. Ha, uchinchisi ketyapti bu. Birinchisi nima edi? G'ayr murakkab. Ikkinchisi murakkab. Uchinchisi nima? G'ayr murakkabga G'ayr murakkabga? O'z Hanafiylar aytdingiz, qaysini rais? Endi Hanafiylarning ijmo'ida bu. Hanafiylar hammasi ijmo. Hanafiylarning ijmo. Hozir ikkita uchinchi o'tyapmiz deyapsiz. Ha, ijmo'ul murakkabni o'tdik. G'ayr murakkabni oldik. G'ayr murakkabga Hanafiylar ijmo qilgan ekanda. Hozirgi masala. Illati bittada, illati bitta. Sig'or. Ya'ni ijmo qilishdi, ya'ni yosh go'daydi. Nikohga majburlashligi. Majbur deganda hozirgi aytilgan istilohiy ma'no. Nariga tushunmaydi majbur deganda. Ana shuni illati nima? Yoshlik. Kichkinaligi. Sababi kichkinaligi. Ana shunga ijmo qilishdi. Mana shu illat sababli yosh bolani go'daydi, maqsad bersa bo'ladi. Ijboran. Chunki o'zining mustaqil ra'yi yo'qda yosh bolani. Shu g'ayr murakkab bo'lyapti. G'ayr murakkab ijmo bo'lyapti. Bunga Hanafiylar shunday ijmo qilishdi, ya'ni yosh bolani nima qilinadi? Otasi beraveradi. Hanafiy mazhabi deydimi? Hanafiy mazhabi. Boshqa ulamolar hisoblanmaydimi? Hozir ijmoda Hanafiylar o'rtasidagi ijmo aytilyapti-da. Hanafiylarda ijmo bor, Shofiylarda ijmo bor. Ya'ni ijmo murakkab, ijmo g'ayr murakkab deyapmiz biz hozir. Sen Shofiy bilan nimani keltirdik birinchisida? Murakkabda Hanafiylarni keltirdik. Ha. G'ayr murakkabga ham kelishi mumkin boshqa ulamolar. Lekin misol Hanafiy bilan Shofiyning ikkosi bir xil bo'lib qolsa, hamma yoq bir xil bo'lsa, menimcha aka bu yerdachi hamma ulamolar aytyapti-yu, menda ommatan gapirib yubordi-yu, menda. To'rt qismga bo'lib yubordi-yu. Ulamolar. To'g'ri, hozir bu yerda umumiy ijmoni tushuntirdi sizga. Sahobalarning ijmo, undan keyingilar. Lekin bu
ijmolar masalan qosir ijmo bo'lyapti-da. Ya'ni Hanafiylar bir kichkina doirada o'rtasidagi, misol uchun shunday keltirilyapti hozir. Kichkina doiradagi ijmolarda aytilyapti. Ya'ni aksar ulamolarda ijmo bor. Hamma bitta odam qarshi chiqsa, bitta mujtahid qarshi chiqsa ijmo ro'yobga chiqadimi, chiqmaydimi degan masalalar bor. Ba'zilar rayda ijmo bo'lmay qoladi. Ko'pchilikning rayida, jumhurning rayida nima bo'ladi? Ijmo bo'laveradi. Yoki Mu'tazilalar ham bu ijmo ro'yobga chiqaveradi. Endi bu misollar shunchaki tushuntirish uchun bo'layotgan misollar. Hanafiylar o'zini ijmo qilishligi. Ijmo deyilaveradi-ku, to'g'rimi? Ijmo deyilaveradi. Ijmo masalasi o'zi bir murakkab masala. Chunki aytishadi-yu, kim ijmoni naql qilgan bo'lsa, unga albatta uni aksi ra'y bor-da. Ya'ni katta muhaddislar aytadi. Ya'ni bu bahsda o'zi kifoya emas. Usul shafiydagi bahs ijmoni to'liq tushunib nima qilishga kifoya emas. Chunki keyingi nimalarda ham nima qilasizlar? Ko'proq tushuncha olishga keyingi kitoblarga ham qaytiladi. Kengroq berilgan bahslar bor. Masalan, Manordi sharhida ham uncha keng berilmagan. Tavdihlarda sal kengroq berilgan. Tavdihdan ham keng kitoblar bor usulda. Hamma nimalarga qarab keyin bir xulosaga kelinadi. Bu shunchaki bir namuna sifatida olyapmiz hozir bu masalalarni. Hop. Mana shu o'tgan uni g'ayri murakkabdagi masalani bir vazifa qilaylik. Nima deysizlar? Ya'ni yosh go'dak qiz balog'atga yetgandan keyin ixtiyori bo'ladimi, o'zida bo'lmaydi. Har birimiz bilan bahs qilib kelaylik, qarab o'rganib kelaylik, ozgina bo'lsa ham mashg'ul bo'ladi. Haligi nimaga bunday xulosani yozib olsanglar, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Chiqib qolsa, masalan, falon kitobda, falon joyda kelgan deb, qaysi kitobga qaytishni bilasizlar, ha? Ixtiyor bor, nima bor, hidoya bor, mabsut bor. Shu kitoblar. Quduriy sharhlari. عدم القائل بالفصل ذلك نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل. قال حسيت يبتكي بعدما تحققت من الإجماع من تفسيره وشرطه وأقسامه نوع غريب من الإجماع عليه. Tastada mana 3-raqamda hoshiyada. Ya'ni ijmoning tafsiri, sharti va aqsomlarini aniq bilib olganingdan keyin deyapti, bu yoqda yana bir ajoyib, bir g'aroyib bir ijmo bor. Bu esa adamul qoil bil fasl masalasi. Buni ta'riflab aytayaptiki, u ikkita masalada ixtilof qilingan bo'ladi. Ikkita masala bor, unda ixtilof qilingan bo'ladi. Agar bittasi sobit bo'ladigan bo'lsa, keyingisi zaruratan sobit bo'ladi. Chunki farqi bo'lmaganligi uchun ikkalasining o'rtasida asli qoidasida qurilgan narsada farq bo'lmaganligi uchun. Shuning uchun ham shu masala bilan adamul qoil bil fasl degan ijmo nima qilishdi? Bahs qilishdi. وذلك نوعان أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا. Bu ikki qism bo'ladi deyapti. Birinchisi ikkala qismda ham fasllardan maqsad ikki masalada ham, ikki bo'limda ham ixtilofda kelib chiqqan o'rni bir xil bo'lsa. Ixtilofga kelib chiqqan o'rni bir xil bo'lishi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi ma iza kana al-mansha'u mukhtalifan. Agar kelib chiqishligi, ana shu kelib chiqishligi ikki xil bo'lsa, ya'ni har xil bo'lsa. Wal awwalu hujjatun va thani laysa bi hujja. Birinchisi hujjat hisoblanadi, ikkinchisi hujjat emas. Misol keltiryapti endi. Birinchisi nima edi? Ikkala bo'limda ham, ikki masalada ham ixtilofga kelib chiqqan joyi bitta bo'lmoqligi. Ya'ni bitta bo'ladi-da o'zi. Masalan, ikkita masala bitta narsaga quriladi. Siz bittasini aytsangiz, bittasini hukm joiz desangiz, masalan,
hukmi bunday deydigan bo'lsangiz, naringi ham shu sobit bo'ladi, zaruratan. Shuning uchun ikkalasining kelib chiqish joyi nima? Bitta. مثال الأول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد، ونظيره إذا أثبتنا أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقديرها. Birinchi misoli ana shu fiqhiy masalalardan ulamolar bitta qoidaga ko'ra, bitta asosga ko'ra chiqargan masalalar. Buni misoli shar'iy tasarrufot, shar'iy ishlardan qaytarish, uni barqarorligini barqaror ekanligini sobit qiladigan bo'lsak, ba'daha bo'ladi shu. Ba'daha zakir. Ba'daha deysizmi? Endi shar'iy tasarruflardan nahiy qo'ydi o'tishlik. Oldin keldi-yu bu masala. Keyin vaqt o'tgandan keyin shu yana taqririni al-haqqa so'raladi degan gap qo'ydi. Masalan, Arafa kunida roza tutishlikdan man qilindimi? Lekin ana shu kunga nazr qilib qo'yadigan bo'lsa, nazri to'g'ri bo'laveradi. Lekin gunohkor bo'ladi u ishni qilishlik bilan deganmiz. Masalan, bay fosidda bayni fasx qilishlik, buzishlik nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Lekin buzishmasa, gunohkor bo'lishlik bilan birga milk ham sobit bo'laveradi deganmiz. Shunda shu narsani sobit qilar ekanmiz, ya'ni shar'iy narsalardan qaytarishlik, uni barqaror bo'lib qolishligini, vojib qiladigan ekanligini sobit qilsak, quyidagi masalalarni aytamiz. Quyidagi masalalar kelib chiqadi unda. Ya'ni 9-Zulhijja Arafadan qaytasiz, Muzdalifaga o'tasiz. Keyin so'yladi. To'g'ri. Hayit kuni ekan. Hayit kuniga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni bundan Arafa emas. Hayit kuniga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni hayit kuni. Bayfosidda ham bayfosidda masalan aqd taqozo qilmaydigan shart qilingan bo'lsa, buni buzish kerak bu bayni. Buzmasa nima qilaveradi? Nahiy keldi. Bayfosidda ro'yobga chiqarishlikdan nahiy keldi. Lekin ana shu nahiyga amal qilinmasa, bu yerda nima qilinaveradi? Gunohkor bo'lishligi bilan birga milkni ifoda qilaveradi. Ya'ni siz mana bu masalani aytsangiz, bu masalani ham aytishingizga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Masalan, siz hayit kunida roza tutishlikni, nazr qilishlik to'g'ri bo'ladi desangiz, bayfosidda mulkni ifoda qilishini ham to'g'ri bo'ladi deb aytasiz. Ijmo'an. Nikoh qo'ydigan va yaxshi chiqmadi. Nikohni ham bir qarab qo'yish kerak. Nikohni qaysi masala bo'ldi? Haromatlarga nikohlar ishib shunga qiyos qilib turib istisno qilamiz. Shofiylar bu yerda nima deysizlar endi? Yo'q, kirmaydi-yu. Bu yoqqa kirmaydi-yu. Mutash muqoda jihatdan ketyapti. Shuni davom etadi. ولو قلنا إن التعليق سبب عند وجود الشرط قلنا تعليق الطلاق والعتاق بالملك وسبب الملك صحيح. أجر أتسك تعليق قلشلك بالنسبة بالغ قلش نميدو إن دخلت الدار فأنت طالق تسا إن دخلت الدار فأنت حر كل جالسة. إن التعليق سبب عند وجود الشرط. شرط paydo bo'lgan paytida sabab bo'ladi ta'liq. Hukmni bor bo'lishiga. Aytilgan vaqtda emas. Imom Shofiy nazdida aytilgan vaqtda, bizda shart paydo bo'lganda ta'liq topadi, sabab bo'ladi. Shuning uchun ham inna ta'liq sabab inda qulna, mana shu qoidaga ko'ra biz aytdikki, taloqni ta'liq qilishlik. Ya'ni intazawwajtuki ajnabiy ayolga aytsa, intazawwajtuki anti toliq desa. Yoki bir qulga inishtaroytuka fa anta hurrun desa. Wal itaq bil milk deyapti va sababil milk. Qarang, ta'liqut taloq intazawwajtuki deyapti. Uylanadigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu molik bo'ladi. Yaqinlik qilishga molik bo'ladi. Bu yerda ta'liqni nimaga bog'liq qildi? Milkka bog'liq qildi. Wal itaq ozod qilishlikni ham milkka bog'liq qilish qanday bo'ladi? In malaktuka desa. In malaktuka desa shu. Milkni o'ziga bog'liq. Ikkinchi narsa sababul milk. Yoki milkni sababiga bog'liq qilish kerak. Masalan,
hozirgi masalada inishtaroytuka desa, inishtaroytuka qancha hurun desa, bu shiro milkka sabab bo'ladi-da, to'g'rimi? Shiro qulga ega bo'lishiga sabab bo'ladi. Ana shu shiroga bog'liq qilib qo'ysa ham, sotib olgan paytda nima bo'laveradi? Ozodlik bo'laveradi. Ajnabiyani milkka bog'liq qilmasdan sababiga nima qilishni qanday bo'ladi? Aloqada Nikoh. Nikahtuka bo'ladi. Nikahtuka. tazavvujga bo'ldi. Al-muhim milkka yoki milkni sababiga ta'liq qiladigan bo'lsa nima bo'ladi dedik? Sahih bo'ladi dedik-da. Nima uchun? Chunki shart sababda o'zi shartda bo'lishi ta'liq. Chunki ta'liq sharti bor bo'lgan paytda sabab bo'ladi. Shart bo'lmasdan turib sabab bo'la olmaydi hukmda bor bo'lishligiga. Masalan, in malaktu in tazawwajtuki fa anti toliq desa, bu yerda tazavvuj shart bo'lyapti. Shu shart paydo bo'lsa, Keyin talab bo'ladi. keyin sabab bo'ladi. Lekin Imom Shofiy nima deydi? Unda talab bo'lyapti. In tazawwajtuki deydigan bo'lsa, shu gapi e'tiborga olinadi, bo'ldi, gap tugadi. Anti toliqning gapi nima bo'ladi? Degan gapi lag'ov bo'ladi, bekor bo'ladi. Chunki ash holatda o'zida gapni nimasi, kuchi o'tadi. Mahal bo'lmasa, kuchi o'tadi. Gapni aytgan bo'ladi, shu vaqtda aytgan bo'ladi. Sababun fil hal bo'ladi. Darhol sabab bo'ladi. Lekin bu sabab mahalga tegishli bo'lmaganligi uchun nima bo'ladi? Bekor bo'lib qoladi. Masalan, in tazavvajtuki fa anti toliq deydigan bo'lsa, o'z mahalli yo'qligi uchun. Mahal yo'q bo'lib qoldi Imom Shofiydan. Lekin bizda nima? In tazavvajtuki degan bo'lsa, hali hech narsa aytmagandek bo'lib turaveradi. Lekin uylanib qolsa, keyin ta'alluq topadi nimaga, hukmga. Shuni aytadigan bo'lsak, nima deyapti? Mana bu qoidani aytadigan bo'lsak, mana shu hukmda aytamiz. Ijmo'an shunday deyiladi. Chunki ikkalasining o'rtasida farq yo'q. Li adamil qoil bil fasl. Mashal xilaf vahid bo'lganda bu. وكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به. shuningdek bir hukmni bir sifat bilan sifatlangan ismga bog'liqligini isbot qiladigan bo'lsak yoki bog'liq ekanligi hukmni unga bog'liq bo'lib qolishligini vojib qilmaydigan ekanligini isbot qilsak, quyidagi masalalarda aytamiz. Bu nima edi? Mafhum muxolafa qismidan bo'lgan mafhum shart. Biz mazhabda bir ismni sifatlab qo'ysangiz, nasda sifat bilan keladigan bo'lsa, ana shu sifati bo'lmasa, bu hukmni ifodalamaydi degan ma'no kelib chiqmaydi. Masalan, ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Fatayatikum al-mu'minat dedi. Imom Shofiy nima deydi shu yerda? Mu'minat bilan sifatlandi. Endi mu'mina bo'lmaganiga uylanish mumkin emas deydi. Kitobiyga bo'ladigan bo'lsa, cho'ri mumkin emas deydi. Nima uchun? Mafhum shart-da, mafhum shart, mafhum sifat. Mafhum sifatni e'tiborga oldi. Mu'minat dedi Alloh taolo. Demak, kitobiyga bo'lsa bo'lmaydi. Hanafiylar nima deydi? Yo'q, u qayd qilinmaydi deydi. Chunki hammasi o'zi dalili bilan sabit bo'laveradi. Boshqa dalil, umumiy dalillarga qaraydigan bo'lsak, fatiyatikum mu'minat bu yerda qaytmas, qaysi dalil bilan? Chunki boshqa oyatlarda Alloh taolo va uhillalakum ma wara'a zalikum deb umumiy aytdi. Biz umumiy aytilganligi uchun shu umumda ostiga kirgizamiz, mo'mina bo'lmagan cho'rini ham. Kitobiyga uylanish mumkin-ku. To'g'rimi? Shuni aytyaptiki, bir sifat bilan sifatlangan bo'lsa bir ism, hukmni unga ta'alluq, ya'ni bog'liq bo'lib qolishligini vojib qilmasligini sabit qiladigan bo'lsak, aytamizki, qawlul hurrati la yamna'u jawaza nikahil ama. Hur ayolga qodir bo'lishlik cho'riga uylanishlikni joizligini man qilmaydi. Qarang, bu yerda endi mafhumi nima ketyapti? Shart ketyapti. Mafhumi shart. Ya'ni mafhum sifa edi. Kelasi bir hukmda, mafhum sifani
hujjat demagan odam mafhumi shartda ham hujjat demaydi-da. Ya'ni ijmo adamul qoil fasl, ijmoni bir turi ijmo deyapmiz majozan. Hop. Haligi oyat bu ham. Va man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma Alloh taolo shart qildi bu yerda, to'g'rimi? Mu'mina bo'lgan, muhsana bo'lgan ayolga qodir bo'lmasanglar, famimma malakat aymanukum dedi. Ya'ni cho'rilar deyapti. Cho'rilarga uylaninglar deyapti. Mu'mina cho'rilarga uylaninglar dedi. Hanafilar nima deydi? Mafhumi shartni e'tiborga olmaymiz biz. Alloh taolo buni shart qilib qo'ymadi. Bu ya'ni mu'mina ayolga qodir bo'lsa, cho'riga uylanish mumkin emas degani emas bu. Ne narsa tushunilmaydi oyatdan deyapti-da. Ya'ni qawlul hurrati la yamna'u jawaz nikahil amal uchun mafhumus shart hujjat emas. Mafhumus sifat bizda hujjat bo'lmaganligi uchun mafhumus shart ham hujjat emas. إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رحمه الله فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصل. Çünkü salaflarning naqli bilan sahih bo'ldiki, Shofiy rahimahulloh hur ayolga qodir bo'lishlikni masalasini mana shu aslga nima qildi? Mana shu asldan kelib chiqardi hukmini. Ya'ni mafhumus sifani hujjat deb Imom Shofiy aytdi. Demak, mafhumus shart ham nima bo'ladi u kishining nazdida? Olana hujjat bo'ladi. Bizda mafhumus sifa ham shart emas. Bu shart bo'lmaganligi, hujjat bo'lmaganligi uchun mafhumus shart ham nima bo'lmaydi? Hujjat bo'lmaydi. Uni desak buni deymiz, buni desak uni deymiz. Shofiylar aksini aytganligi uchun ikkala masalasida aksini aytishadi. Li adamil qoil bil fasl ikkala nimada ham suratda. ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول جاز نكاح الأمة الكتابية بهذا الأصل. بس أنا شو مؤمنة بوين cho'riga uylanishlik joizligini sobit qiladigan bo'lsak, ya'ni bir ayolga qodir bo'lishligi bilan birga mana shu aslga ko'ra, mana shu asl bilan cho'ri bo'lgan kitobiga bo'lgan cho'riga uylanishlikni ham joiz deb aytamiz. Tushundingmi? Va man lam yastati'da mafhumus shart edi-da. Mafhumus shart hujjat emasligini sobit qilsak deyapti. Mafhumus sifani ham hujjat emasligini sobit qilamiz deyapti. Ya'ni mafhumus shartni hujjat emasligiga amal qilsak, mafhumus sifani ham hujjat emasligiga bu yerda nima qilinadi? Amal qilinadi deyapti. Mana kitobiyaga uylanishlik boshqa hujjat bilan sobit bo'ldi-da. Ya'ni qodir bo'lib turishlik bilan birga kitobiyaga uylansa ham bo'laveradi dedik. Mafhumus sifa bor-da bu yerda. To'g'rimi? Kitobiyaga uylansa ham bo'laveradi. Alloh taolo mu'minat deb sifatlab qo'yishligi mu'mina bo'lmasa bo'lmaydi degan ma'noda sifatlanmayapti bu yerda. Mu'mina bo'lsa ham bo'laveradi, mu'mina bo'lmasa ham bo'laveradi. Kitobiya bo'lsa ham bo'laveradi. Buni ashu boshqa dalil bo'lmasa bunga fahmda kelgan shart qo'yadimi hanafi? Agar aslida o'zi sifat bilan shart olaveradimi? Dalili bilan-da. Masalan, dalil bo'lsa, boshqa dalil bo'lsa haqiqatan shu qaydga olishadi uni. Boshqa dalil bo'lishi kerak. Qayd qilingan ekanligiga boshqa tashqarida dalillar bo'ladigan bo'lsa, quvvatlaydigan sarih dalillar nima qilishadi? Keyin olishadi. Lekin dalil bo'lmasa sarih olishmaydi. Chunki ba'zi joyda bunday, ba'zi joyda bunday kelaveradi. وعلى هذا مثاله مما ذكرنا فيما سبق. Mana shunga ko'radir misollari o'tgan masalalarda, o'tgan darslarda zikr qilingan narsalardan deb bu oldin kelgan masalalarga ishora qilyapti-da endi. Masalan, haligi boyna bo'lgan ayolga nafaqani vojib bo'lishligi bizda vojib, Imom Shofiyda vojib emas. Chunki mafhumi shartga amal qiladi-da. Va in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alayhinna deydi. Homilador bo'lsa nafaqa qilinglar deyapti. Mafhumi homilador bo'lmasa nafaqa qilmanglar degan ma'noni tushunyapti Imom Shofiy. Lekin Hanafiylar nima deyapti? Yo'q. Mafhumi shart bu yerda e'tiborga olinmaydi. Nafaqa vojib bo'laveradi.
umum oyatning umumlari bilan. Qaysi umum? Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Rizqini o'tashlik, kiyimini berishlik nafaqada bu. Va naziru thani, ikkinchisini misoli. Ya'ni kim kelib chiqqan joyi har xil bo'lishligi. Hozir bitta edi. Endi ikki xil bo'ladi bu yoq. Bu hukm nima qilinadi? Ha, masalan Hanafiylarda ikkinchisi endi birinchi hujjat, ikkinchi hujjat emas. Hozir hujjatini oldik. Hujjat bo'lishligini oldik. Ikkinchisi endi bu hujjat emas. Chunki birinchisi hujjat bo'lishligi bitta asrga qurilyapti-da. Bittasini aytsa, ikkinchisidan ijmo bilan aytadi. Zaruratni aytadi. ونظير الثاني إذا قلنا إن القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك لعدم القائل بالفصل. ikkinchisi nima edi? Ikkita masala keladi, lekin ikkala masalani ham kelib chiqqan asli, asosi, qoidasi nima? Boshqa. Kelib chiqishi boshqa. Masalan, nima qayd qilishlik tahoratni buzuvchidir degan masala. Shunday ekan, bayfosid ham milkni ifoda qiladi. Buning uchun adamil qoil bil fasl. Ikkalasining o'rtasidagi farqini ajratmaydiganlar. Ya'ni bu Hanafiylarda shundayda. To'g'rimi? Hanafiy mazhabidagi odam tahoratni qayd qilishi bilan ketadi deydigan bo'lsa, bay bobida ham mana shu bayfosidni mulkni ifoda qilishligini oladi-da. To'g'rimi? Lekin bu hujjat emas. To'g'rimi? Hujjat bo'lmaganligi uchun ham shu narigi Shofiylarda ra'yi rojih bo'lsa, asar, hadislar bilan uni olaveradi. Chunki bu hujjat emas. Lekin narigi masalada bittasini olsa, uni ham olishga to'g'ri keladi. Ikkinchisini ham olishga to'g'ri keladi. Bittasini olmasa, butunlay olmaslikka to'g'ri keladi ikkalasini ham. أو يكون موجب العمد القواد لعدم القائل بالفصل. yoki mujibul amd deyapti, ya'ni qasddan o'ldirishlik. Taqozo qiladigan narsa, vojib qiladigan narsa qasos bo'ladi. Al-qovat. Qavatni o'zi. Bizda mazhab. Shofiylarda qasos bilan birga diya ham to'lanadi. Ha? Al-qavad va ad-diya. Kelising? Ham qasos ham pul bo'ladi. Endi qarang. Biz mazhabda nima bo'lyapti? Bu uchalasi Hanafiylar mazhabida keltirilayotgan narsa. Hanafiylar tahorat ketadi desa, bayfosidda milkni ifoda qiladi yoki qilmaydi deyish kerak bo'ladi. Yo'q. Tahorat ketadi desa, uni ham aytadi-da, narigi masalani ham aytadi. Ya'ni bayfosiddagi mulkni ifoda qiladi deb aytadi. Va yana nimani ham aytadi? Qasddan o'ltirishlik faqat nimani ifoda qiladi deydi? Qasosni ifoda qiladi. Diyani emas. Qasos. Shofiylarda Alloh alam ikkalasidan bittasi bo'lsa kerak. Yo qasos yo diya. Yana Islomda av bilan beradi-yu. Hanafiylarda nima diya yo'q. Hanafiylarda qasddan o'ldirgan bo'lsa diya to'lanmaydi. Faqat qasos. Alloh alam Shofiylar mazhabi yo qasos yo diya bo'lishi kerak. Ya'ni ikkalasidan bittasi degan narsa yo'qda Hanafiylarda. Aniq qasosda. Ya'ni xatodan o'ldirsa lekin xatoda endi nima qilinadi? Xato boshqa, diya to'laydi xatoda. Qasos bo'lmaydi xatoda. Va bimithli hada al-qay'i va bimithli hada deb turib virgul qo'yib qo'yasizlar shu. Va bimithli hada deb turib, ya'ni qulna demoqchida. yoki qala deb aytamizmi? Al-qay'u ghayru naqidin. Ya'ni Shofiylarda shunga o'xshash deyapti. Shofiylar ham aytishi mumkin. Aytadi. Ya'ni tahorat ketmaydi deydigan bo'lsa, qat qilish bilan tahorat ketmaydi deydigan bo'lsa, ularda qo'l tegish bilan tahorat ketadi deyiladi. Endi bu Shofiylarda ichidagi nima? Adamul qoil fasl bo'lgan ijmo. Ya'ni
yoki qayd qilsa nima qiladi ularda? Tahorat ketmaydi. Unday deydigan bo'lsa nima deyishga to'g'ri keladi? Qo'l tegishi bilan tahorat ketadi deyishga to'g'ri keladi. Biz nima deymiz? Tahorat ketadi deb aytamiz. Qo'l tegishlik bilan nima qiladi? Tahorat ketmaydi deymiz. Imom Shofiylarda aksi. Va hada laysa bi hujjatin. Bu endi hujjat emas. Buni aytish vojib degan narsa emas bu yerda. Hujjat. Qachon dalili sobit bo'lsa, dalilga nima qilinaveradi? Dalil bilan shu hukmga amal qilinaveradi. لأن صحة الفرع وإن دلت على صحة أصله ولكنها لا توجب صحة أصل آخر. Chunki bir far'iy hukmni sahih bo'lishligi garchi aslini to'g'ri bo'lishligiga dalolat qilsa-da, lekin boshqa bir aslni to'g'ri bo'lishligi vojib qilmaydi. Hatto unga boshqa bir masala qurilishligi uchun, undan kelib chiqishligi uchun. Ya'ni bu yerda masalan tahoratni buzilishligi boshqa narsa, qayd qilishlik bilan tahoratni buzilishligi boshqa narsa, boshqa masalaga qurilgan. Bay fosidni bo'lishni ifoda qilishligi boshqa masalaga qurilgan, boshqa illatga qurilgan. Ya'ni bir illat bir asl sobit bo'lishligi, keyingi asl sobit bo'lishligi vojib qilmaydi. Moy nonni nima dedi oxirgisi? Qaysi? Qayd qilishlik, tahorat ketkizsa, tushashlik Shofiyning nimasini keltirdik. Shofiy. Va bimithli hada ya'ni yaqulu ash-Shafi'iyya deb qo'yasizda, taqdirda shu gap bor. Nima qayd qilsa tahorat ketsa, o'sha ham tahorat ketadi. Yo'q. Bunday bo'lsa, bunday nima deyapti? Hanafi boshqa o'qidi. Shofiiylar nima deyshadi? Bir kishi masalan Shofiy xususan tahorat ketmaydi deyapti. Demak, bilasizki, nima ham deydi? Qo'l tegsa ham tahorat ketmaydi deb aytadi. Qo'l tegsa tahorat ketadi deb aytadi. Ya'ni bu Shofiylar o'rtasidagi nima? Ijmo. Adamul qoil fasl deb nomlangan ijmo. Ya'ni lekin hujjat emas bu. Shofiylar o'zida hech hujjat bo'lmaydi. Chunki xush bilan tahoratni sobit bo'lishligi Shofiylarda ham, Shofiylar ichida ham rojih bo'lishi mumkin, aqlan. To'g'rimi? Rojih qilishi mumkin. Xush bilan tahorat ketishligi. Shuningdek Hanafiylarda ham uni aksi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni hujjat bo'lmaydi bu. Chunki bir masala bor, boshqa masalaga kelib chiqishiga nima qilmaydi? Kelib chiqishni vojib qilmaydi. Va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi